Muvaffaqiyat mana onani duosida. Ona ilmlimi, ilmsizmi, xudojo'ymi, oqmi, qorami, mehribonmi, onani duosi, men degan olimni duosidan afzal turadi. Onani duosi barakangiz eshigini ochib yuboradi. 4 ta diplomingiz bo'lmaydimi? Topganingizga nima baraka topilmayapsa, mana uni duosini olmayapsiz. Men shuna bolalar bilaman. Onalari kasal bo'lib, to'shakda miqlanib qoldi. O'lishi aniq bo'lib qolgan. Lekin onalari, bolam asha Moskvada bitta doktor bor ekan, shunga davolanib kelgan ekan falonchi ham. Olib borib kelmaysanmi? Pul qolmagan, hamma yo'g'ini sotib tashlagan, Hindistongacha davolanib kelgan. Onani ko'ngli uchun o'sha yerda bor ekan, shu armon bo'lib qolmasa onamga deb borib o'tini sotib yana borib Moskvaga borib davolantirib olib kelgan. Onalari o'tib ketdi hozir, lekin mol, dunyo, pul alqasidan quvib yuradi shu bolalar. Shuni bilib oling. Biz mana ota-onaning xizmatini, ota-onaning duosini olishga buyuryapmiz. O'zingizni farzandingiz boqib, katta qilib, kamolatga yetkazib qo'ysangiz, duoingizni olmay, xizmatingizni qilmay yursa, qanday ko'nglingiz og'riydi? To'g'rimi? Hayot chaqpalay, ertaga o'zimizga ham qaytadi bu narsa.